overloadingni ikkinchi qismi bor edi. Ikkinchi qismini ham tushuntirib ketaman. Mana bu konstruktor, ya'ni overloadingni ikkita hodisa orqali dedik, metod orqali va konstruktor orqali degandik. Aynan konstruktorni mana shu joyda tushuntiraman. Demak, e'tibor bering. Bir xil nomdagi mana bir xil nomdagi konstruktor bo'lgandan keyin nomlari ham bir xil bo'ladi. Bir xil nomdagi konstruktorlarda bir nechtasi bor. Mana bir nechta konstruktor. Mana shu narsani konstruktor overloading deb aytiladi. Konstruktor nomi bir xil, o'zidan bir nechtasi bor. Endi buni men ishlatmoqchi bo'lsam, qo'llab ko'rmoqchi bo'lsam, qay tarzda ishlatamiz mana. Masalan, bitta user yaratmoqchiman. Mana user 1 deyman, keyin new user mana. Men bu holatda no arg, ya'ni birorta ham argumenti yo'q bo'lgan konstruktorni chaqiryapman. Ya'ni men Ctrl-ni bosib, mana men ustiga olib boradigan bosadigan bo'lsam, qaysi konstruktorni chaqirayotgan bo'lsam, o'shani ko'rsatadi mana. Demak, bu orqali obyekt yaratyapman. Endi men userni boshqacharoq qilib yarataman. Mana masalan, user 2 teng demanda new user deb mana qarang. Birinchisi bizda mana qarang. Username ekan, ikkinchisi password ekan mana. Username ga aytaylik name user deb qo'yaman. Hozircha endi nom topmadim men. Name user deb nom berdim va passwordiga 123 degan password berdim mana. Bu ikkinchi. Mana Ctrl-ni bosib turib bu new so'zdan keyin userda bosadigan bo'lsam, demak, mana bu konstruktorni chaqirayotganligimni bildiradi. Uchalasida ham user nomi, lekin kiruvchi parametrlar turlicha bo'lganligi sababli overloading bo'lyapti. Endi uchinchi userni yaratadigan bo'lsam, mana uchinchi userimiz mana user 3 demanda teng new user deyman. Demak, endi bu yerda user name deb nom beraveraman. Virgul passwordga 321 va emailiga просто email deb nom beraman mana. User email deb. Mana shunaqa holatda men konstruktorlar overloading bo'lganligi sababli userni turlicha usulda yaratyapman. Bitta jarayon bir nechta usulda amalga oshiryapti. Ya'ni bitta userni yaratish jarayonini 3 xil usulda amalga oshiryapman. Konstruktor overloading yordamida. Demak, mana shuning uchun konstruktor overloading bizga kerak ekan. Xo'p, endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana username ga men buni beryapsan, passwordga buni beryapsan deb aytibdi mana. Xuddi shunaqa mana. Mana bu joyda qarang. Userda mana username ga beryapmiz, passwordga beryapmiz. Agar buni men a deb qo'yganimda edi, men bu joyda ham a deb qo'yganimda edi, bu tarafda ham a deb ko'rsatadi mana. A ga 1 2 3 ni berib yuboryapman. Xo'p, buni joyiga qaytaraman mana. Bu narsa bizda demak konstruktor overloading deb aytilar ekan. Demak, bularni ko'rib chiqdik. Uchalasini ham polymorphic correctionlarni ko'rdik mana. Hop. Operator overloading ko'rdik. Polymorphic parametrlarni ham ko'rdik. Demak, bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.